Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana bir oshxona mebelimiz ustanovka jarayonlarini tugatdik. Bu ishimizni Namangan viloyat Chortoq tumaniga olib kelib o'rnatib berdik. Xo'p, razmerlarga keladigan bo'lsak, общий razmeri 5,5 metr, bo'yiga 2,60. Xo'p, xolodilniklarni olib berdik chiroyli holatda. Bu yerga mo'ykasini hamda sushilkalarni joylashtirib ketganmiz. Hop, ichi-ichikilar zavодской kromka, hatto qulf ham, oshxona vakuum, yaxshisidan. Xonadonlari bonuslarni aytib o'tdik. Osh soladigan mo'yka, kasakach hamda sushilkasi. Hop. Xonadonlari ham vakuum. Bu yerga esa duxovka, gaz vichkalarni joylashtirib ketganmiz. Xo'p, stalish listasi to'rligidan qalin, rossiyskiy, ancha-munchaga ishib ketmaydi. Suvda esa boshqa narsa bo'lsa, hech narsa qilmaydi. Qaynayotgan qozonni o'tirib, stalish listani ustiga qo'ysa ham hech narsa qilmaydi. Xudo xolasa, 10 yil garantiyasi bor. Orqalari granit. Xo'p, bir ko'rib baho beringlar. Kimga shunaqa oshxona mebel kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Like hamda podpiska osib esdan chiqmasin. O'tkazib yuborganlar o'zi pushaymon bo'ladi.